Agar uyingizda hech narsa qolmagan bo'lsa, sushi tayyorlashni o'rgataman. Birinchi bo'lib, o'yda bor guruchdan sog'inamiz. Qo'shni o'yiga chiqsangiz, qizil ikra bilan baliq beradi. Bodring огородda ham bor. Hammani uyida qazi topilsa kerak. Topilmasa, qo'shnidan so'raysiz. Qo'shni mehribonda beraveradi. Yana nima kamligini yozib ketasizlar. Ana endi chiqadi. Домашний sushi tayyor. Wow. Bismillah. Soya. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tezmisizlar? Xo'p, Narafa va O'shofat keldi degan odamlar bor ekan, ikkita. Ikkaloviylar primoy efirda ovqat yeb, kim birinchi yutishini aytinglar menga. Ovqat yeylar, primoy efirda ikkaloviylar kim birinchi ovqat yeyish o'ynaylar. Yani Big Bomb'un ne diye rol tutmuş. Horas var şunaqasidan. Ikkalovilar olinglar. Primo efirda ikkalovilar olinglar deb. Ikkalovilar olib, o'shani primo efirda yeb ko'ringlar. Kim yutgan bo'lsa, shunga подписчикларdan like bo'ladi, подписка bo'ladi. Hop. Bu savol javobimni tushundinglar. Endi viza Bu payoshni eng yaqin do'stingizga jo'natib, olib bermaguncha azoblan. Tortadi-yu. Bismillah. Go'shtga pay qo'shilganlar bu. Dopor. İşte gazar yo'qda. Filet jazz tovuq. Bizda buni sag'zirloq deyiladi. Sizlarda nima deyiladi? Bismillah.